Bildimi? Tan olib so'rash kerak. Nima xato qildingiz hozir? Manyor bajardingiz. Yo'l tekis, ravon, asfalt. Yo'lda bir chuqurchami yo'q. Yoningizda odamlar o'tadi, boshqa mashina o'tadi. Shular bilan bir xil yurish iloji bormi? Imkon bormi? El qatori? Nima xulosa chiqadi suhbatdan keyin? Xulosa sekin adashib, shu siz aytganlar, minnatdor talabalar. Sog' bo'ling, haqsiz. Manyorra qilib, Bir kun kelib, keskin manyorra qilib, nimaga erishdingiz? O'zingizni hayotingizni xavf ostida nimaga erishdingiz hozir? Nima narsa qilasiz? Boshqa nima qilasizmi? Yo'q. Siz qanaqa? Berana hujjatlar nima? Nima holat bo'ldi o'zi, to'g'risini ayting. Bo'lmishdi. Aha. 2 soat oldi mashina. Tezroq haydab yubordingiz, sekin. Tezroq haydab oldim. Ya'ni GAI xodimlari xodimlari ishlab oldi. Mana shu ushlagan joyda tegishli choralarni ko'rmoqchi bo'ldi va shu yerda tushuntirish holatlarini olib bordi. Bunaqa holatga birinchi tushish uchun men oldin bilmaganman bu holatni. tezlikni oshirish kerak emasda. Tezlikni oshirish kerak emas. Har xil manyovrlarni bajarish kerak emasligini tushunib yetdim. Mana GAI xodimlariga rahmat, bir safar kechirishdi. Ikkinchisi kechirmaymiz deyapti, rahmat sizga. Charchamang, yaxshi ayta olaman. Ehtiyot bo'ling. Mana ko'rib turganingizdek, yo'l harakat xavfsizligi xodimlari tomonidan davlat raqami 30/217 HB avtotransport to'xtatildi. To'xtatilib tekshirilgan paytda haydovchilarning guvohnomasi hammasi joyida. Faqatgina tezlikni oshirdilar. Charchamang.